30-oktyabr kuni Qashqadaryoning Nasaf futbol klubi muxlislari Namanganning Navbahor klubi bilan o'yindan so'ng Qashqadaryoga qaytayotganida yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqida Nasaf matbuot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, Namangan shahrida bo'lib o'tgan Navbahor Nasaf uchrashuvida jamoasini stadiondan qo'llab-quvvatlash uchun borgan bir guruh muxlislar Namangan qarshi yo'nalishda ortga qaytayotgan chog'ida Taxtaqoracha dovonida yo'l transport hodisasiga uchragan. Mazkur hodisa oqibatida tan jarohat olgan muxlislardan biri Mahmud Muhammadiyev hayotdan ko'z yumgan. Qolgan 4 nafar muxlis turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Nasaf futbol klubi jamoamizning fidoyi muxlisi Mahmud Muhammadiyevning vafoti munosabati bilan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi deyiladi xabarda.